Ülke Ocaqları Təşkilatının rəisi və Millətçi Hərəkət Partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Ulucay Kılavuz 2018 yılı 15 noyabrdagi Türkiye Büyük Milliy Meclisi yig'inida Sharqi Turkistondagi zulmlarni o'tirg'i qo'ydi. Xitoy doiralariga Sharqi Turkistondagi musulmon turklarga qarshi irqiy qirg'inchilikning darhol to'xtatilishi, turklarga asos kishilik huquqlarining berilishi, yig'ilish lagerlarining taqilishi, tutqundagi qarindoshlarning darhol qo'yib berilishi, uchur va sayohat erkinligi bo'lgan cheklamalarning tezdan amaldan qoldirilishi qatorliq chaqiriqlarni qildi. Kanada boshchiligidagi g'arb davlatlari bosh elchilarining Xitoyga avatgan maktubida Uyg'ur ustidagi zulmlarning tanqid qilinishi Xitoyning g'azabini keltirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying Beijingda o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida Kanada boshchiligidagi davlatlarning bosh elchilarining Xitoy Kompartiyasi Xinjiang partikomining sekretari Qin Changgo'ga maktub yozishini, bu bosh elchilarning Vena kelishimida o'zlariga berilgan huquq doiralaridan eshib ketganlik deb qaradi. Xitoy Kommunist Partiyasi Sharq Turkistondagi musulmonlarni assimilyatsiya qilib xitoylashtirish uchun millionlagan kishi qamalgan jazo lagerlarini yo'l qo'yish bilan birga kishilarni kecha-kunduz Xitoy kommunistlarining siyosatini o'rganishga o'rlashtirmoqda. Shuning bilan birga yasli qatorliq o'rlarga qamalgan bolalarga Xitoy Kompartiyasining ideologiyasi bilan mingisini yo'yish tadqiqoti elib berilmoqda. Washington Pochta gazeti Markaziy axborot idorasi Jamal Khashoggining o'ldirilish amrini Saudiya Arabiston shahzodasi Ibn Salman bergan degan natijaga erishganligini o'ttirg'i qo'ydi. Mazkur gazetning ahvoldan xabardor kishilardan naql qilib bergan xabarida Shahzoda Ibn Salmanning Khashoggining suiqasd buyrug'ini berganligi natijasiga erishdi deyildi. Amerika Mudofaa ministri James Mattis Afrikadagi askarlardan bir qismini chekindirishni qaror qilganligini bildirdi. Qaror doirasida yuzlagan askarlar chekindiriladi. Bu askarlarning kelgusida yuz berishi mumkin bo'lgan Rossiya va Xitoy bilan bo'lgan surkilishda vazifaga tayinlanganligi ma'lum.